Azizlar, mana koreys qaynatam menga bugun mana shunaqa ramyon berib ketdi. Ramyon yeyapman. Endi aytish bo'yicha ajoyib ramyon deyapti. Endi bilmadim lekin. Bu yaxshi. Achchiq lekin. Buni achchiqligini yomonda bu kars qaynatalar yomon achchiq edi-da. Shu achchiq yo'rgandan ereksiyam o'lib ketgan o'zi. Shu uchun Koreyada tug'ilish darajasi eng past mamlakatlardan biri 0.7% ga tushibdi. Уже bekorga emas, o'zbeklarni o'zbek qizlarini Koreyaga erga tegish ko'rsatkichi balandligi. Bu shunda. Ayniqsa bitta oldingi, ya'ni millenniallar masalan 90-yildan oldin tug'ilganlarni olaylik. Ko'proq uylanish koeffitsiyenti ko'proq bo'lgan. Hozir bu koeffitsiyent juda ham tushib ketyapti. Endi Koreyani bilmayman, yaqin orada katta bir migratsion oqim kirib kelsa kerak menimcha. Endi rivojlangan davlatlardagi bir tendensiya to'g'ri, lekin bunday olib qarasa Koreyaning o'z aholisi taxminan 50 million atrofida. Bu kamishda davom etsa, oxiri qanchaga borib qoladi? Rivojlangan davlatlar tendensiyasi. Ammo bularni bir mamlaqa ximikat ramyonlari, ko'p ishlaydigan hayot tarzi bularni shunaqa qilib qo'ygan deb o'ylayman. Bularni pul vasvasasini keltirib chiqargan bularga. Pul vasvasasi koreyslarda juda kuchli. Ammo qaynotani bergan ramyoni yaxshi. O'zbek kuyovlarni ko'proq olib turish kerak albatta. Koreyslar maslahat beraman.